Demak, kasrlarni taqqoslash. O'zi bilamizki, taqqoslash deganda bir nechta sonlarni ham taqqoslasak bo'ladi. Masalan, 10 bilan 20 ni. Masalan, deylik, senda 10 so'm puling bor, senda 20 so'm puling bor. Kimda ko'p desa aytasizlar, 20 so'mda ko'proq deysizlar. Ha, tushunyapsizmi? Oddiy pul qilib tushuntiradigan bo'lsam shunaqa. Yoki menda deylik, 20 ta olma bor, bunda 18 ta olma bor, 20 ta olmada ko'p deysizlar. To'g'rimi? Va bilasizlarki, keyin mana bunaqa belgilarni ishlatasizlar. Katta, kichik belgilarni ishlatasizlar. Bu nima uchun? Bu qanday ishlatiladi? O'zi bilmaydiganlar uchun bir aytib ketaman bu narsani. Masalan, deylik, mana bu yerda 5 tursa, albatta 5 dan kichkina sonlar turishi kerak. Mana bu yerda, to'g'rimi? Masalan, 2. Ya'ni 5 bilan 2 ni taqqoslagan paytim ochiq tomoni mana bunday ochiq turibdi, to'g'rimi? Ochiq tomoni ochiq kattasiga qarab turishi kerak. Tushuntira oldimmi? Hozirda qara. Men kasrlar yozdimda. Bular ham qaysi biridir kattada? Yo mana bunisi, yo mana bunisi katta. O'shani qatdan bilamiz. Nima o'zi? O'sha narsani sekin-astalik bilan qonun qoidalar bilan tanishib o'tib ketamiz. Bo'ladimi? Yaxshi. Masalan deylik, masalanda 3 taqsim 7 turibdi. 4 taqsim 8 turibdi. Bilmayman-da, kimdir adashib uni dovorishi mumkin edi-ya. Ko'ziga chunki o'sha katta sonlar ko'rinyapti-da deydi. Balkim xato ketib qolgandir, uning katta emasdir. Balki u kichigidir. To'g'rimi? Balki bunisi kattadir. Aniq o'shani, xudo xolisa, qaysi bir katta, qaysi bir kichikligini ko'rib olamiz hozir. Misol jarayonida. Uni qanday taqqoslar ekanmiz? Qaranglar. Bizda 3 ta qoidasi bor ekan. 1, 2, 3 ta qoidasi bor. Ya'ni o'zi aytgan, suratlari bir xil bo'lsa, bu nima degani? Qanaqadir kasriyni surati tepasi bir xil bo'lsa deydi, mana qarang, bir xil bo'lsa. Qaysi biri? Mana masalan birinchi qoidaga mana shu joyi. Tushundinglarmi? Suratlari bir xilmi? Tepa qismlari bir xilmi? Keyin nima dedi? Agar suratlaring bir xil bo'lsa, mahrajini kichigini katta deb olasan, deyapti. Qaranglarchi, surati bir xil, mahraji qaysi bir kichik? Bumi? Unda o'sha kasring katta bo'ladi deydi, bu. Tamom. Tushundira oldimmi? Ha? Ya'ni tepa qismlari bir xil bo'lsa, tagida kichigi katta bo'ladi. Nimaga unaqa bo'lyapti? O'sha narsani ikkita doira qilib chizib ko'rsataman hozir. Bo'ladimi? O'zi kasr nima? Uni ham bir og'ziga yuzakroq qarab ketib qolamiz. Qarab ketamiz hozirlar bilan. Masalan, qara. Bitta aylana chizdim. Endi shuni tasavvur qila olamizmi? Pizza bor, hamma borganda, Max Food, nimadirlar, lavash yegan borganinglarda pizzani ko'rgansizlar. Va u sizlarga nima qiladi? 6 ta bo'lakka bo'lib olib keladi ko'pincha. To'g'rimi? 6 ta bo'lakka olib keladi va tasavvur qilinglar, masalan, 2 kishi bor deylarda, 2 kishi borgan paytda masalan, sen bilanmi, Faraj bilan deylik, Shohruz bor. Bo'ladimi? Faraj bilan Shohruz borgan paytda Faraj faqatgina 2 ta bo'lagini yedi-da. Tushundinglarmi? 2 ta bo'lagini yedi degani kasrda yegan bo'ladi. O'z kasr hisobida. Qanday qanaqasiga yedi desa, bu narsa o'zi to'liq butun narsani nechta bo'lakka bo'ldi? Nechta bo'lakka bo'linsa, bo'laklar soni tagiga qo'yilar ekan. 6 ta bo'lakka bo'lgan o'sha pizzani nechtasini yedi Faraj? Yeganini tepasiga yozib qo'yar ekan. Ha, demak 6 tadan 2 tasini yedim men, deyapti. Shu hisobda 6 tadan 4 tasi unga qoldi, deyapti. Tushundinglarmi? Aniqmi? Yaxshi. Endi mana bunga qaranglar-da. Yana xuddi shunaqa pizza desak, 6 ta bo'lakka bo'lib olyapman, bo'ladimi? Mana. Endi qarab turinglar. Masalan, Shahobiddin bilan Shohjahon, bo'ladimi? Ikkoviga 2 ta pizza keldi-da. Shahobiddin masalan deylik, nechtasini yedi hozir? 6 tadan 4 tasini yedi. Endi qara. Bu deylik 2 tasini yedi. To'yib qoldi. Nechta? 6 tadan 2 ta. Savol. Juda ham oddiy savol. Qaysi bir ko'p yedi? Mana masalan mana buni. Shohjahon deylik, mana buni. Masalan, Faraj deylik, mayli mana shuni. Faraj deylik. Shohjahon yegan. Nimaga? Chunki 4 ta edi-da, bu esa 2 ta dona edi, 2 so'ga atiga. Tushunyapsizlarmi? Buni ham kasr holatida taqqoslasak bo'lar ekan. U qaysi qoidaga tushar ekan desa, faqat men adashib qoldim saligini, men ikkinchi qoidaga tushib qolardi. Mahraj qismlari bir xil, taglari bir xil bo'lib qoldi, qaranglar. Biz ham nima degan edi? Mahrajlaring bir xil bo'lsa, surat kattasi katta bo'ladi degan edi, ko'rdinglar?
Mana taglaring bir xil, o'zi ham aniqda. Ikkita pitssani teng 6 taga bo'lgan ikkovi ham. Faqat bunisi 4 ta yeyapti, bunisi 2 ta yeyapti. O'z-o'zidan bunisi kattadirmi deylar? Ha, tushuntira oldimmi shuni? Aniqmi? Mana ko'rib ketamiz. Mahrajlari bir xil bo'lsa, 10, 13 farqi yo'q. Taglari bir xil bo'lsa, tepasi qaysi bir katta? O'sha katta bo'lib ketar ekan. Mana shu katta bo'lib ketar ekan. Bu ikkinchi qoida bilan. Tagim bir xil, qaytaraman, tepasi kattasi katta. Tepa kattasi katta. Agar tepang bir xil bo'lib qolsa mana. Agar tepalar bir xil bo'lsa, kichigi katta bo'lar ekan. Tepa bir xil, qaysi bir katta? Mana bu katta. Tushundinglarmi? Ikkita qoidaga qarash kerak-da. O'zi savol bo'lishi kerak. Tepa bir xilmikin yo pasti bir xilmikin degan savol bo'lsin-da. Tepa bir xil ekan, mana ko'rib turibsiz, tepalar bir xil bo'lsa, kichigini katta deb kelishib oldik. Tushuntira oldimmi? Yaxshi. Bu ikkinchi qoida bilan ketdik. Uchinchi qoidada qanaqa bo'ladi? Uchinchi qoidaga qaranglar. Orasidagi farqlari teng bo'lsa, sonlari katta, kasr katta dedi. Bu nima degani? 2 bilan 5 bir-biridan nechtaga farq qiladi? Son jihatdan. 3 ta. Bundachi? 3 ta. Son jihatdan 3 ta tengmikin farqlari? Teng bo'lsa, endi sonlar qaysilari katta? Bumi? Unda o'sha katta bo'lar ekan. Tushundinglarmi? Agar farqlari teng bo'lsa, tushundinglarmi? Na tepasi bir xil, na pasti bir xil, lekin farqlari tengda 3 xil holatda solishtirsak bo'lar ekan. Surat bilan bir xil bilan, mahraj bir xil bilan, farqlar bir xil bilan. Tushundinglarmi? Buni qara. Farqi nechta bir-biriga? Buchi? Farqlar teng, katta kasr katta. Bo'ldi. Tushundinglarmi? Hozir orasida 10 tadanmi farq qolib ketadi bo'lsa, shunday ham shunday bo'ladimi? Hozir ko'rsatganmizdek. Farqlar har xil bo'lib qolsa ham. Mana masalan, farqi bitta, farqi 3 ta. mana hozir shu narsani o'rganamiz. Tushunarlimi? Farq bir xil emas, bunisi bittaga, bunisi 3 taga, na tepa bir xil, na pasti bir xil. Na tushunyapsizlarmi? Uchala qoidaga ham tushmayaptimi? Tepa, past yoki farq bir xil emas. Unda biz yoki pastini bir xil qilamiz, yoki tepasini bir xil qilamiz. Tushunarlimi? Mana ikkovi ham bir xil misol. Biz surat bilan ham ishlaymiz, suratini bir xil qilib, mahrajini bir xil qilib ishlab ko'ramiz. Boshladik. Birinchisini suratidan boshlayapmiz. Ya'ni 4 bilan 7 ga umumiy mahraj topasizlar har doim. Uy mahraj nechi? 4 bilan 7 ga. 28. Tushundinglarmi 28 ligini? Nimaga 28? 7 ko'paytirilganda yoki 4 ko'paytirilgan 7. Yaxshi, yana ham oddiyroq qiladigan bo'lsak, o'sha 28 ikkoviga ham bo'linadi. Shu bo'linadigan son topardik-a? Bo'l. Buni 28 qilishni necha ko'paytiray? 7. 7 ga ko'paytirdim. Tagini ham 7 ga ko'paytiramiz degan joy bor-a? 30 bo'ldi qoladi. Buni necha ko'paytiray? 4. Buni ham tushundinglarmi? Yozamiz tagidan. 28 35. Buchi? 28 40. Qaysi qoidaga tushsa, tepalari bir xil degan qoidaga tushdi. Mana, suratlar bir xil bo'lsa, mahraji kichigi katta. Mana bu kasr katta. Ya'ni bu kasr katta bo'lgan ekan deymiz. Shunday meni 4ni hozir aytyapsiz-ku, 7ni xohlagan sonimizga ko'paytiramizmi? Yo'q, biz mahraj bir xil son qilishimiz kerak-da. Ya'ni deylik, 4 bilan 7ni ikkovini ikki xil songa ko'paytirishga, lekin javob bir xil bo'lishi kerak. Ha, umumiy mahraj topardik-ku. Ikkalasi bir xil bo'lishi. Ha, ikkovi bir xil bo'lishi kerak. Masalan, deylik, tagida 4, tagida 7 tursa umumiy mahraj nechi deydi? 3. Umumiy mahraj. 28. O'sha narsa tanlanyapti-da. Bunga nechta 7 deb berarmi deylar? Bunga 4 dan o'sha narsa faqat surat bo'yicha ishlanyapti-da. Faqat suratga mahraj berilyapti-da. Tushundinglarmi? Tushuntira oldimmi bu narsani? Keyingiz ko'tamiz. Endi mahraj dedim, ya'ni pastini bir xil qilamiz endi. Umumiy mahraj 10 mi? Buni 2 ga, tagini ham 2 ga. Buni hech nima ko'paytirmaymiz, a? Nima bo'ldi bu? 18. Bu o'z joyida qoldimi? 17. Bu taglari bir xil degan qoidaga tushdi. Mana mahraj, ya'ni pastki qismi bir xil bo'lsa, surat kattasi katta, tepalar kattasi katta. Tushundinglarmi? Rostdan ham chap tomoni hali ham katta. Men ikki xil holat bilan solishtirib berdim sizlarga. Holat tepani bir xil qilishi mumkin ekan,
Yoqmasa pastini bir xil qilar ekansan. Tushuntira oldimmi? Yana bitta misol, mana bu yerda masalan. Deylik 5 taqsim 8. Mana bu yerda deylik masalan 15 tagida 16 masalan. Sizlarga savol, farqi 3 tami? Farqi bittami? Teng emas farqi. Tepa bir xilmi? Yo'q. Tagi bir xilmi? Yo'q. O'zingizlar xohlagan bitta qoidaga solishtiringlar. Yo tepani bir xil qil, yo pastini bir xil qil. Nima qilamiz? Past qismini bir xil qilamiz. Nechiga ko'paytiray? Tepani ham? Tushundinglarmi? 10 buchi 16. Bu o'z joyida qoldimi? Ikkinchi qoidaga tushdi-ya, taglar bir xil bo'lsa degan qoida. Kattasi katta u. Hammasi subson bo'ladigan bo'lsa-chi? Hammasi subson bo'ladigan bo'lsa, baribir u maxraj tanlanadi. Unga ham hozir bitta misol ko'rsataman. Tushundinglarmi tagni bir xil qilganim? Kattasi kattamidi? Maxraj bir xil bo'lsa, surat kattasi katta. Bo'ldi? Demak, mana shu katta bo'ladigan bo'lsa, oldin u katta bo'lgan ekan deymiz. Tushundinglarmi? Aytganingdek mana tub son qilib ko'raman. Masalan, 3 5 masalan 4 7. Ha? Qara, farqi 2 ta, farqi 3 ta. Farq teng emas. Tepa bir xil emas, pasti bir xil emas. Qaysi biri yoqyapti? Tepani bir xil qilamizmi? Tagini bir xil qilamizmi? Pastni ham? Pastmi, tepami? Maxraj. Endi sizlarda o'zida mana qilib bo'lsin. Har doim pastga yopishib ketib qolmanglarda. Qaysi sonlar kichik bo'lsa, o'shanga yopishga yaxshi. 4 bilan 3 oddiyroq u. 4ni bunga berasan, 3ni bunga berasan. Ya'ni mana buni 4 ga ko'paytiryapman, buni ham 4 ga ko'paytiryapman degan narsa. Buni 3 ga, buni ham 3 ga. Tushundinglarmi? Qani 4 kira 3. 12 20. Tushundinglarmi? Buchi 12. Ha, tepa bir xil bo'ldi, oddiy. Birinchi qoidaga tushdingmiz. Surat bir xil bo'lsa, maxraji kichigi kattaroq ekanda. Bumi? Unda u katta bo'lganda oldin. Tushundingmi? Agar xuddi shuni xohla, maxrajini bir xil qil. Babi bir xilda, unisida ham bunisida ham chiqib turadi. Tushuntira oldimmi? Kimda savol bor? Yo'qmi hech kimda savol? Bo'lsa beraveringlar. Yaxshi, bunisi yozib olamiz. Qaranglar. Sizlarga beriladigan vazifa faqatgina mana shu narsalar bo'ladi. Ya'ni nima? 3 ta qoidamiz bor edi. Biz kichkinagina esga olamiz. Birinchi qoida bor edi. Birinchi qoida faqatgina tepa qismlari bir xil bo'lsa, rostdan ham bir xil, tagidagi qaysi bir kichkina bo'lsa, o'sha kattadir dik. Mana shu belgini ishlatib ketardik. Tushundinglarmi? Xuddi mana birinchi misol dedim, birinchi misolinglar to'liq mana shu joyigacha birinchi qoida bilan ishlaysizlar. O'sha tepasini bir xil qilish bilan ishlaysizlar. Men sizlarga bu narsani o'rgatdim, to'g'rimi? Endi ikkinchi misol. Ikkinchi misolimiz ikkinchi qoidaga tushadi. Ikkinchi qoida nima degan edik? Taglari bir xil bo'lsa dedik, mana taglari bir xil. Agar tagi bir xil bo'lsa, tepa yuqori kattasini katta deb kelishib oldik sizlar bilan. Va bunga bir nechta misollar ko'rdik. O'zingizlar tagini bir xil qila olasizlar, to'g'rimi? Ikkinchi misol to'liq mana shu joygacha ikkinchi qoidaga tushib beradi. Tushunarlimi? Uchinchi misolimiz mana shu joygacha. Uchinchi qoidaga. Uchinchi qoida nima edi? Farqlari teng bo'lsa. Hamma masalan 2 bilan 5 bir-biridan 3 taga farq qiladimi bular? 7 bilan 10 bir-biridan 3 taga farq qiladi. Farqlari tengmi bir-biriga? Farqlari. O'sha paytda taqqoslash kattaroq kasrda katta deb ketasizlar bo'ldi. Farqlar teng bo'lsa, o'zim habjay hammasi farqlar teng. Tushunarlimi? Tushuntirib, 3-misol to'liq mana shunday holatga ketasizlar. Rostdan hamda mana qara. 21 bilan 43, 22 taga farq qiladi bir-biridan. To'g'rimi? 22 ta. Buchi 22 ta. Farq teppa-teng. Kattarog'ini katta deysizlar bo'ldi-da o'sha paytda. Tushundinglarmi? Yo'q, bu hammasi uchinchisi oddiy, ya'ni qolganlarning ishlanishi kerak. Mana bu yerda ishlanishlar bo'ladi. Bir xil qilishlar bor, tepani bir xil qilish yoki tagini bir xil qilish. Sizlar tepani bir xil qilasizlar birinchi qoida bo'yicha. Ikkinchi qoida bo'yicha pastni bir xil qilasizlar bo'lardi. Va umumiy qoidalarga tushadigan misollar berdim. 3 ta qoidaga aralashib yotibdi mana shu misollar. 3 ta qoidani qanday ishlatsanglar ishlatib taqqoslaysizlar buni. Tepani bir xil qilasizlarmi, tagini bir xil qilasizlarmi, farqlar teng qilasizlarmi?
Tushundinglarmi? Qoidasini ham yoz. Qaysi qoidani yoz. Ha, agar ilojsiz bo'lsa, mana shu qoidadan foydalandim. Masalan, men misol ishlayapsiz-da, yoniga shu qoidadan foydalanyapmiz. Shuning uchun mana shu ketdi. Tushundinglarmi? Ustiga 1 2 mana bu Ha, ustiga ham nima qilib qo'ysak bo'ladi. 1 desang, birinchi qoidaga keltiryapman. 2 desa, ikkinchi qoidaga keltiryapman. Hozir endi bilamiz, birinchi qoida qilasizlarmi, ikkinchi qoida qilasizlarmi? Tushuntira oldimmi? Savol yo'q-a? Yaxshi, yozib olamiz.